O'zbekistonda soat 11. Yangiliklar. Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan studiyada Dilfuza Yusupova. Poytaxtimizda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2026-yil 1-chorak sarhisobi hamda dolzarb 100 kunlik dasturi natijalari yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Ta'kidlandiki, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatida 2026-yildan boshlab amalga oshirilayotgan dolzarb 100 kunlik dasturi qisqa vaqt ichidayoq o'zining amaliy natijalari bilan namoyon bo'ldi. Mazkur tashabbus jamiyat faoliyatini tubdan yangilash, ish samaradorligini oshirish va butun tarmoqni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Hisobot davrida geologiya qidiruv ishlari tortib burg'ilash, qazib chiqarish, qayta ishlash, investitsiya siyosati hamda ijtimoiy himoya yo'nalishlarini qamrab olgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jamiyat boshqaruvi raisining moliya, transformatsiya va xususiylashtirish bo'yicha birinchi o'rinbosari Suhrob Hamroyev ma'lumotlari. Yil boshida belgilab olingan dastur doirasida geologiya qidiruv ishlarida tortib tayyor mahsulot ishlab chiqarguncha moliyaviy barqarorlikdan tortib iqtisodiy samaradorlikkacha bo'lgan barcha bosqichlar sezilarli natijada qayd etilmoqda. Xususan, moliya iqtisodiy yo'nalishiga e'tibor beradigan bo'lsak, hisobot davrida jamiyatning moliyaviy ko'rsatkichlari keskin ijobiy o'sish kuzatildi. Daromadlar oshishi bilan bir qatorda samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha yil boshida belgilab berilgan dasturlar bo'yicha ma'lum bir tadbirlar amalga oshirildi va birinchi chorakda bu o'z natijasini bera boshladi. Xususan oladigan bo'lsak, qazib chiqarish va qayta ishlash hajmlarining ortishi natijasida sanoat mahsulotlari qiymati 11,6 trillion so'mga yetdi. Bu rejaga nisbatan 106% ni tashkil etadi. Eksport faoliyati ham ijobiy dinamika kuzatildi. Qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ortishi va tashqi bozorlarda yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish hajmining kengayishi natijasida eksport qiymati 162 million dollarni tashkil qildi. Bu rejaga nisbatan 130% ni tashkil etadi. Investitsiya faoliyati bo'yicha ham 308 million dollarlik qiymatda investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu rejaga nisbatan 160% ni tashkil etdi. Natijada yaqin va o'rta muddatli istiqbolda ishlab chiqarilgan hajmlarni yanada oshishiga zamin yaratmoqda. Shuningdek, jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy transformatsiya natijasida mana birinchi chorakda o'zida 2,5 trillion so'mlik samaraga erishildi. Bu bir qancha tadbirlarni amalga oshirish hisobiga amalga oshirildi. Bu masalan, daromadlarimiz barqaror o'sish kuzatildi va 4,3 trillion so'm tashkil qildi. Asosan bu faoliyat daromadlari jamiyat tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlarning narx va tariflari bozor mexanizmlariga o'tilishi hisobiga amalga oshgan. Shuningdek, uzoq yillar davomida debitor bilan ishlash tizimiga yetarlicha e'tibor berilmagan sababli debitor qarzdorliklar yildan yilga oshib kelgan xabarlaringiz bor. Xususan mana shu birinchi chorakning o'zida amalga oshirilgan ishlar natijasida debitor qarzdorliklar 1,4 trillion so'mga qisqartirildi. Bu degani yana qo'shimcha shuncha mablag' jamiyatda paydo bo'ldi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.